ibodatlari ichida eng ulug'i maktab bo'lsa, kasblar ichida eng sharaflisi o'qituvchilikdir. Yaqindagina biz 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kunini nishonlaymiz. Bilimdon bolalar teleloyihamizning navbatdan tashqari soni ana shu bayramga bag'ishlanadi. Ya'ni biz bugun studiyamizga viloyatimizdagi fidoyi jonkuyar ustozlarimizni taklif etganmiz va loyihamizni boshlashdan oldin barcha ustoz murabbiylarimizni kasb bayramlari bilan muborakbod etaman. Yangi O'zbekiston kelajagi bunyodkorlari bo'lgan ustozlarimizni viloyatimiz maktablarida fidoyilik bilan, shijoat bilan dars berib berayotgan hurmatli ustozlarimizni bugun studiyamizga taklif etganmiz. Albatta ularning bilimlarini sinab ko'rish barobarida bayramonlarga ko'tarinkilik ulashish. Hozir navbat bilan bilimdon ustozlar bellashuvimizning ishtirokchilarini tanishtirib o'taman. Birinchi ishtirokchimiz Kanimex tumanidagi 2-maktab oliy toifali boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Xolmuratova Gulnoz. Ushbu ustozimiz ish faoliyatini boshlaganliklariga 6 yil bo'lganligiga qaramasdan oliy toifa hamda 86 balldan yuqori natija bilan 70% ustama sohibi bo'lganlar. Xush kelibsiz ustoz. Navbatdagi bilimdon ustozimiz Karmana tumanidagi 10-umumiy o'rta ta'lim maktabida tasviriy san'at va chizmachilik sirlarini o'rgatib kelyaptilar. Birinchi toifali pedagog, eng kreativ pedagoglarimizdan Sanam Sharipova. Navbatdagi fidoyi bilimdon ustozimiz bilan tanishtiraman. Qiziltepa tumani 6-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarix fani oliy toifali o'qituvchisi Odilov Abror. Xalq ta'limi a'lochisi, ko'krak nishoni sohibi, shuningdek 2023-yilda fanlarni bilish bo'yicha milliy sertifikatni qo'lga kiritganlar. Xush kelibsiz ustoz. Ishtirokchilarimizdan yana birlari ham Kanimex tumanidan 31-sonli Qoraqalpoq maktabi, Qoraqalpoq tili va adabiyoti fani oliy toifali ustozimiz Janoberganova Nasiba bo'ladilar. Xush kelibsiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi, ko'krak nishoni sohibasi va o'z fanlari bo'yicha milliy sertifikatni qo'lga kiritganlar. Navoiy shahridagi 11-sonli ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan maktabni, demak, respublikamiz miqyosida juda ham yaxshi bilishadi ularning natijalarini. Bugun mana shu ta'lim maskanidan 2 nafar ustozimiz bilimdonlar bellashuvimizga kelishgan. Tanishing, oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi G'anishir Mustafoyev. 2 marotaba vazir ustamasi sohibi, milliy sertifikat sohibi bo'lish bilan birgalikda respublika bo'yicha, demak, o'quvchi hamda o'qituvchilarni mana shu yo'nalishda milliy sertifikatga tayyorlaydilar, onlayn hamda offlayn tarzda. Xush kelibsiz ustoz. Shuningdek, navbatdagi ishtirokchimiz ham ushbu 11-sonli maktabning oliy toifali tarix fani o'qituvchisi, o'z fani bo'yicha A+ darajadagi milliy sertifikat egasi Ahmad Marifbek. Yana aytib o'tmoqchiman, demak, fanlari bo'yicha davlat attestatsiyasidan 86% natijadan, balldan yuqori natija ko'rsatib, 70% ustamani qo'lga kiritganlar. Xush kelibsiz ustoz. Aziz ustozlarimiz, sizni mana shu bizning bilimlarni sinovchi studiyamizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xush kelibsiz deyman. Va avvalo barchangizni 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan muborakbod etaman. Siz albatta yangi O'zbekistonimiz kelajagi bunyodkorlarisiz. Siz tahsil berayotgan o'quvchilar ertaga bizning kelajagimiz hisoblanadi. Bugun sizlarni bu yerga bayram bilan tabriklash uchun chaqirdik aslida va sizdek fidoyi, shijoatli ustozlar borligini bizni kuzatib turgan tomoshabinlarimizga ko'rsatmoqchimiz. O'ylaymanki, bilimlaringizni namoyon eta olasiz va bayram bilan albatta hamkasblaringizga ham tabrik yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Avvalo suhbatlashib olamiz. Ma'ruf, o'z pedagogik faoliyatingiz haqida bizga gapirib bering va bayram tilaklaringizni eshitamiz. Hozirgi kunda Navoiy shahridagi 11-sonli maktabni oliy toifali tarix fani o'qituvchisiman. Faoliyatim davomida ko'plab yutuqlarga erishdim. Masalan, navbatdan tashqari attestatsiyada ishtirok etib, oliy toifani qo'lga kiritdim va yaqinda bo'lib o'tgan attestatsiya imtihonlarida ham yuqori natija bilan 70% natijaga ega bo'ldim. Yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan yurtimizdagi barcha ustozlarni chin yurakdan tabriklayman. Ularga sog'lik, salomatlik, baxt va omad tilayman. Hamisha shogirdlarning yutuqlarini ko'rish va ular bilan faxrlanib yurish hamma ustozlarga nasib etsin.
Rahmat tilaklar uchun va o'z o'quvchilaringiz natijalari haqida ham to'xtaling. Maktabimizda ta'lim berish bilan birgalikda iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Zakovat klubi ham tashkil qilingan va mana shu klubga rahbarlik qilaman. Bugungi kunda juda ko'plab o'quvchilar ana shu klubga a'zo bo'lishgan va juda ko'plab yuqori natijalarga erishdik. Ular orasida viloyatda faxrli o'rinlar, hattoki respublika bosqichida ham Zakovatda ishtirok etdik va shaxsan o'zim ham Navoiy viloyatida Zakovat klubini a'zosiman. Doimiy tarzda ishtirok etib kelaman. Rahmat sizga tashrifingiz uchun va o'ylaymanki, bugun o'z bilimlaringizni, iste'dodingizni yana bir bor namoyon eta olasiz. Omad yor bo'lsin deyman. Bizning ta'lim sohamizda albatta juda ham ko'p kundan kunga yangiliklar ortib boryapti. Ulardan biri sifatida kasbiy rivojlanish kunlari va kasbiy rivojlanish soatlari haqida gapirish mumkin. Mana shu yo'nalishda Toshkent shahrida bo'lib o'tgan ko'plab o'quv seminarlar ishtirokchisi Sanam Sharipova shu yerdalar. O'ylaymanki, mana shu jarayonlar haqida, o'quv seminarlari haqida to'g'rimi? 9-11 sentyabr kunlari Toshkent shahrida Abdulla Avloniy ilmiy tadqiqot institutida KRK va KRS bo'yicha ko'plab yangiliklar bo'ldi. Biz unda qatnashdik. Unda samarali baholash, loyihaga asoslangan ta'lim, shaxsiy kasbiy rivojlanish, o'quvchilar farovonligi, bola xavfsizligi va ko'plab shu mavzularda trening darslar bo'lib o'tdi. Bularni amalda qo'llash maqsadida 17-20 sentyabr kunlari Navoiy viloyat kasb mahorat markazida 11 ta fan yo'nalishi bo'yicha 19 nafar master trenerlar tomonidan 90 nafar mentor o'qituvchilar uchun seminar tashkil qilindi. Seminarda kasbiy rivojlantirish kuni soatini yaxshi tashkil qilish, o'qituvchilar mahoratini oshirish va zamonaviy usullarni o'rgatish edi. Maqsadimiz o'qituvchilar mahoratini oshirish, o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish va o'quvchilarni kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun o'z hissalarini qo'shishdir. Demak, Sanam, siz mana shu KRS bo'yicha o'quv seminarlarida, mashg'ulotlarida qatnashib keldingiz, faol ishtirok etdingiz va bugun trener sifatida o'z bilimlaringizni ulashyapsiz. Omad tilayman ish faoliyatingizda va bugun bellashuvimizda ham omad yor bo'lsin deyman. G'anishir ustoz, sizning yutuqlaringiz haqida demak viloyatimizdagi juda ko'plab maktablarimizda aytiladi. O'quvchilarimiz, o'qituvchilarimiz yaxshi bilishadi. Bugun o'zingizdan demak faoliyatingiz haqida eshitmoqchimiz. Faoliyatim haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, birinchi oliygoh tamomlaganimdan so'ng 11-maktabga qadam qo'ydim. Shu joyga ishga kirdim. Joniyozova ustoz imtihon qilib oldilar va men bundan juda ham xursandman shu maktabda ishlayotganimdan. Shu yerga kirganimdan so'ng birinchi o'zimni demak kitobxonlik borasida ko'rsatishni boshladim iqtidorimni. Yosh kitobxon tanlovini respublika bosqichida qatnashib keldim. Shundan so'ng demak o'qituvchi o'zini yutug'ini emas, balki o'quvchini yutug'ini ko'rsatib bilishi muhimroqligini tushundim. Albatta. Keyin bor e'tiborimizda albatta o'quvchilarimizni shu oliy ta'limga kiritishga va ularni turli olimpiadalarda yuqori o'rinlarni egallashiga o'z hissamizni qo'shish uchun harakat qildik va juda ko'plab tanlovlarda jamoamiz bilan birgalikda g'olib bo'ldik. Masalan, Turon teatr tanlovida yoki Jadid bobomga maktub tanlovlarida yoki boshqa tanlovlarda ham o'quvchilarimiz birinchi o'rinlarni egallab, hattoki Germaniyaga sayohatga borib kelishdi, Turkiyada sayohatda bo'lishdi. O'qituvchilikni eng yaxshi jihati shundaki, siz go'yoki o'zingiz borganday bo'lasiz. Mana shu o'quvchilaringiz yutuqlarini ko'rib, o'zingiz yutuqqa erishganday bo'lasiz va shu uchun ham men bitta o'zim shiorim bor. Ustozlikda topdim hayot yo'limni, kasbimga baxshida etkim umrimni deyman o'zim. Shu maktabga kirganimdan so'ng men shu o'qituvchi sifatida shakllanib, hozir respublikada to'g'risi 10 mingdan ortiq o'quvchi va ustozlarga onlayn va offlayn ta'lim berib kelyapman. Rahmat. Bugun sizni bayram bilan qutlagan holda bayram tilaklaringizni eshitsak. Ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha ustozlarni chin qalbdan tabriklayman. Ularga avvalo 70% ustamalarni, vazir ustamasi sohiblari bo'lishlarini tilab qolaman. Baribir o'qituvchi
agar o'zini moddiy tomondan yaxshi his qilsa, u albatta o'quvchiga yanada yaxshiroq ta'lim beradi. Shu munosabat bilan bir ustozlar to'g'risida bir she'r aytmoqchiman. Ota-ona farzandni keltiradi dunyoga, ustoz esa cho'mdirar ilm va hikmat ziyoga. Yerdagi bolalarni ko'taradi samoga, ota-ona fanosin aylantirar baqoga. Shundan ustoz qadami qutlug', ustoz otangday ulug'. Barcha ustozlarni bayram bilan yana bir bor tabriklayman. Rahmat. Nasiba yuzlanmoqchiman. Mana siz Qoraqalpoq tilida, demak, yoshlarimizga ta'lim berib kelyapsiz. Keling, tilaklarni, demak, ustozlarimizga Qoraqalpoq tilida eshitsak. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. 1-oktyabr ustoz ham tarbiyachilar kuni bilan barliq respublikadagi ustozlarni, tarbiyachilarni qutlug'layman. Chunki ulardan shogirdlarning yetishganliklarini ko'rib, hamisha to'basi ko'kka yetib, o'zlari yetishganlikka yetgandek bo'lib quvonib o'tiraversin. Barliq ustozlarni, tarbiyachilarni bayram bilan qutlug'layman. Rahmat sizga. Sizni ham muborakbod etamiz. Xush kelibsiz deymiz. Omad yor bo'lsin. Gulnoz, bayram muborak bo'lsin. Mana 6 yillik, demak, mehnat stajiga ega bo'lishingizga qaramasdan, oliy toifali qolaversa 70% darajadagi egasi ekansiz. Bunday natijaga qanday erishdingiz? Qiziq tuyulyapti bizga. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Bu kunlarga yetish oson bo'lmadi. Bunday darajaga yetish uchun albatta ko'p mehnat talab qilindi. Tinmasdan mehnat qilinib, prezidentimiz yaratgan sharoitlardan unumli foydalanib, mana shu darajadagi yutuqlarga erishdik. Kelajakda rejalaringiz qanday? Kelajakda o'z o'quvchilarimni oliy bilim yurtlariga boshlang'ich sinf o'qituvchi bo'lganim uchun o'z o'quvchilarimga prezident maktablarida o'qishlariga harakat qilasiz. Ta'lim yo'lidasiz va ishingizga omad yor bo'lsin deyman. Bugun ham omad siz bilan birga bo'ladi, bunga ishoning. Ustozlarimiz orasida, demak, xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoniga so'zbor bo'lgan ustozlarimiz ham borlar. Xursandmiz sizlarni ko'rib turganimizda. Rahmat. Ustozimiz faoliyatingiz haqida gapirib beringizga. Avvalambor assalomu alaykum. Shu ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun. Men Qiziltepa tuman 6-maktab tarix fani o'qituvchisiman, oliy toifali. 2021-yilda xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni sohibiga aylandim. 2023-yilda esa o'zim fanim bo'yicha milliy sertifikat, tarix fani bo'yicha milliy sertifikat egasi bo'ldim. 2024-yilda esa oliy toifali tarix fani o'qituvchisiga aylandim. Maktabimizda o'qituvchilari, ustozlari o'quvchilarni oliy ta'limga kirishida, milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritishda o'z mehnatlari bilan hissa qo'shib kelmoqdalar. Buning uchun maktabimiz direktoriga, o'qituvchilarimizga, jonkuyar fidokor ustozlarimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu munosabat bilan maktabimiz ustozlarini, jami respublikamizdagi barcha fidokor ustozlarimizni yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr kasb bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman va kelajakdagi faoliyatlariga omad tilayman. Rahmat ustoz, xush kelibsiz deyman. Rahmat. Aziz muxlislar, siz Bilimdon ustozlar loyihamizni tomosha qilyapsiz. Bayram bilan yana bir bor ustozlarimizni qutlash maqsadida, bugungi ishtirokchilarimizning kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida Navoiy shahridagi 8-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi Orom raqs jamoasini, demak, studiyamizga taklif etganmiz. Nigora Ulasheva rahbarligidagi ushbu jamoa tadbirlar ishtirokchisi hisoblanishadi. Bolajonlarimizni studiyamizga taklif etamiz.
Bilimdon ustozlar bellashuvimizda bugun biz ustozlarimizni ikkita shart asosida bilimlarini sinab ko'ramiz. Birinchi shartimizda, demak, pedagogikaga oid va turli zakovat savollaridan 6 ta savolni sizlar uchun tayyorlaganmiz. Demak, men navbat bilan og'zaki o'qiyman, siz test savollarini aylana tarzida belgilashingiz kerak bo'ladi va so'ngra ekspertlarimizga taqdim etamiz. Natijalar bilan so'ngra tanishamiz. Ikkinchi shartimizda ham turli xil baldagi, osonlik, qiyinlik darajasidagi yana pedagogika va mantiqiy savollar sizlar uchun tayyorlangan. Tayyormizmi bellashuvga? Birinchi shartimizni boshlaymiz. Birinchi savolni o'qiyman, diqqatli bo'ling. Bu me'yoriy hujjatda har bir o'quv predmetining mazmuni ochib beriladi. Muayyan o'quv yilida o'zlashtirilishi zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar hajmi ko'rsatiladi. Bu qanday hujjat? Javoblarni o'qiyman. A. Darsliklar, B. O'quv rejasi, D. Dars jadvali, E. BSB. Savolni qaytaraman. Bu me'yoriy hujjatda har bir o'quv predmetining mazmuni ochib beriladi. Muayyan o'quv yilida o'zlashtirilishi zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar hajmi ko'rsatiladi. Bu qanday hujjat? Belgilaymiz. Demak, sizga o'ylash uchun 5 soniya vaqt beriladi. Belgiladikmi? Nasiba ustoz, sizningcha qaysi javob to'g'ri? O'quv rejasi. Albatta, bu o'quv rejasi edi. Olqishlaymiz ustozimizni. Ikkinchi savolga keldik. Respublikamizda 1993-yil 7-mayda qaysi orden ta'sis etilgan? O'ylaymanki, bu savolning javobini har bir ustoz bilishi kerak. A javob Sog'lom avlod uchun ordeni, B Mustaqillik ordeni, D Do'stlik ordeni. E javob to'g'ri javob keltirilmagan. Savolni qaytaraman. Respublikamizda 1993-yil 7-mayda qaysi orden ta'sis etilgan? Belgilaymiz. Abror ustoz, sizga yuzlanmoqchiman. Xo'sh, qaysi javob to'g'ri sizningcha? A javob Sog'lom avlod uchun ordeni. Albatta, bu to'g'ri javob edi. Tabriklayman. Keyingi savolimiz. Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Ushbu fikrlar qaysi jadid bobokalonimizga tegishli? A javob Munavvar qori Abdurashidxonov, B Abdulla Avloniy, D. Cho'lpon, E. Elbek. Savolni qaytaraman. Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Ushbu fikrlar qaysi jadid bobokalonimizga tegishli? Dilnoz ustoz. B javobi Abdulla Avloniy. Albatta, Abdulla Avloniy edi javob. Keyingi savolimiz. O'qituvchining pedagogik faoliyatida eng muhim kasbiy qurol. Ya'ni javoblarimiz A. Muloqot, B. Tashqi ko'rinish, D. Pedagogik nazokat, E. Javob qobiliyat. Savolni qaytaraman. O'qituvchining pedagogik faoliyatida eng muhim kasbiy qurol nima? Belgilaymiz. To'g'ri javobni kimdan eshitamiz? Qanshev. Bu savolning javobi muloqot. Albatta, demak, pedagogika sohasida ham bilimlaringiz yetarli va javobingiz to'g'ri ekanligini aytaman. Tabriklaymiz. So'nggi savolimiz. Sanobar opa 8-sinfga 4 yildan beri rahbarlik qilib keladi. U o'quvchilar jamoasiga singib ketgan sinf jamoasida ro'y berayotgan har qanday holatdan xabardor bo'lib, vaziyatni tez va adolatli hal qiladi. U bunday natijaga o'quvchilar bilan tez-tez axborot almashib turish evaziga erishgan. Bu o'quvchining qaysi jihatdan yaxshi ekanligini dalolat beradi? A javob didaktik qobiliyati, B bilim va malakasi, D pedagogik muloqot, E pedagogik odob. Belgilaymiz. Ma'ruf. Men D javob deb o'ylayman. Pedagogik muloqot, albatta, bu to'g'ri javob. Tabriklayman. Va shuning bilan sizlar uchun tayyorlangan, o'ylaymanki, osongina test savollarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz albatta ko'pchiligingiz birinchi oliy toifali, qolaversa xalq ta'limi a'lochisi, bizni eng kuchli, fidoyi, shijoatli, g'ayratli, donozlikka ustozlarimizsiz. Shunday o'quvchilarning ustozlarisiz. Sizdan albatta a'lo darajali 100%lik demak natija kutyapmiz va hozir javoblar varaqamizni ekspertlarimizga taqdim etamiz va natijalar bilan tanishamiz. Bilimdon ustozlar loyihamiz davom etadi. Shartimizni yakunladik.
Natijalarimiz albatta a'lo. Har bir ustozimiz 100% darajadagi, demak, natijani ko'rsatganlar. Biz bilgandik deydilar-ku, o'shanday sizlarga ishongan va ishonchni a'lo darajada oqladingiz, aziz ustozlar. Ikkinchi shartimizni boshlaymiz. Ikkinchi shartimizda demak qiyinlik, osonlik darajasidagi sizlar uchun turli xil mavzudagi zakovat savollari, pedagogik savollar, demak mantiqiy savollar tayyorlangan. Uchinchi shartimizni e'lon qilishdan oldin aytmoqchiman. Demak, savollarimiz orasida bayram tuhfasi ham mavjud. Demak, bu 3 ta bayram tuhfasi 1 ballik, 2 ballik hamda 3 balliklarimiz orasida bor. Siz biror bir savolni tanlaysiz va unda agar bayram tuhfasi yashiringan bo'lsa, demak sizga ana shu ballni taqdim etamiz. Xo'sh, tayyormizmi bellashishga? Unda boshlaymiz. Sanam ustoz, yo'nalish tanlashni sizdan boshlaymiz. Mantiq 2. Demak, mantiq 2 savolimizni tanladingiz. Agar siz savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, 2 ballni sizga taqdim etamiz. Hisobingizga 2 ballni qo'shib qo'yasiz. Xo'sh, savol quyidagicha. Rassom Claude Monet o'zi chizgan bir kartinasini juda yaxshi ko'rar edi. Bu kartina sotilib ketmasligi uchun kartinada Monetga tegishli u yo'q edi. Savol nima? Savolni qaytaraman. Rassom Claude Monet o'zi chizgan bir kartinasini juda yaxshi ko'rar edi. Bu kartina sotilib ketmasligi uchun kartinada Monetga tegishli u yo'q edi. Demak, sotilib ketmasligi uchun o'sha narsa unda yo'q. O'sha kartinada yo'q. Bu nima bo'lishi mumkin? Aynan sohangizga tegishli. Xo'sh. O'zimni sohamga tegishli ekan, imzo. Albatta, dastxat qo'yilmasa, rasmning qadri u darajada bo'lmaydi va qadr qimmati tushadi. Shuning uchun uning imzosi bo'lishi kerak ekan. Va ilk yutug'ingiz bilan tabriklayman sizni ustoz. Olqishlab qo'yamiz. Nasiba ustoz. Geografiya 2 savol quyidagicha. Jahonda eng ko'p qazib olinadigan tabiiy resurs qaysi? Dunyo miqyosida eng ko'p qazib olinadigan tabiiy resurs. Ko'mir. Ko'mir, albatta bu ko'mir edi. Sizga ham ustoz 2 ballni taqdim etdik. Tabriklaymiz. Abror ustoz, navbat sizga keldi. Sport 3. Sport 3. Sport sohasiga qiziqasizmi ustoz? Ozgina. Sinab ko'ramiz. Ravshan Ermatov 3 ta jahon chempionatida 11 ta o'yinni boshqargan va bu borada rekordchi sanaladi. U necha marta Osiyoning eng yaxshi hakami tan olingan? Ustoz, javobingizni eshitamiz. Ravshan Ermatov Osiyoni eng yaxshi hakamiga 5 marta. 5 marta, albatta. Demak, qiziqishlaringiz bejizga emas ekan. Tabriklaymiz ustoz. Sizga 3 ballni taqdim etdik. G'anishir ustoz, yo'nalish tanlang. Qarorlar 3. Qarorlar 3. Xo'sh, G'anishir ustoz, demak, taxmin qilganingizdek bu bayram tuhfasi edi. Tabriklaymiz. Mana bayramga munosib 3 ballik tuhfa bo'ldi. Gulnoz ustoz, yo'nalish tanlang. Ixtirolar 3. Ixtirolar 3. Savol quyidagicha. Sabay sayyor dostonida podshoh buyrug'iga ko'ra Zayd tomonidan yasalgan taxtni uning ilk ko'rinishi deyish mumkin. Sababi taxtning tepasiga chiqish uchun harakat qilishingiz shart emas. Metro bekatlarida birinchi u 1911-yil Londondagi Piccadilly metro bekatida o'rnatilgan. U nimaligini bir so'zda aytib bering. Eskalatormi? Eskalator. Tabriklayman va albatta olqishlarga sazovorsiz. Barakalla. Ma'ruf ustoz, sizga navbat keldi. Yo'nalish tanlang. Allomalar 3. Allomalar 3. Savol quyidagicha. Nisbiylik nazariyasi orqali fizika fanini manguga o'zgartirib yubordi. Bu qaysi olim? Albert Einstein. Barakalla, tabriklayman sizni. 3 ballni sizga taqdim etdik. Davom etamiz. Sanam, navbat yana sizga keldi. Poytaxt 3. Poytaxt 3. Demak, sizga ham bayram tuhfasi edi. Tabriklayman. Bayram tuhfasidan bittagina qoldi. Qani ko'ramiz kimga nasib etadi. Davom etamiz. Nasiba ustoz. Buyuklar 3. Buyuklar 3. Savol quyidagicha. Davlatshoh Samarqandiy Majmua ush-Shuoro asarida bu insonni kimningdir otasi sifatida emas, balki o'z vaqtining katta insonlaridan va Chig'atoy elining qahramonlaridan biri bo'lganligini qayd etgan. Savol: 1452-yilda Sabzavorda vafot etgan bu inson kim? Sabzavor hokimi edilar.
va qaysidir buyuk insonning otalari kishi. Demak, bu insonni kimningdir otasi sifatida emas, balki o'z vaqtining katta insonlaridan va Chig'atoy elining qahramonlaridan biri bo'lganligini qayd etgan deyilyapti. Demak, ustoz javobingiz Navoiy bobomizning otasi G'iyosiddin. G'iyosiddin Kichkina, albatta. Sizga 3 ballni taqdim etdik. Abror ustoz, sizga yuzlanamiz. Yo'nalish tanlang. Geografiya 2. Geografiya 2. Savol quyidagicha: o'tgan asr boshlarida ularning harakatini kuzatish bilan shug'ullanadigan maxsus patrul xizmati ham tashkil qilingan. Bunga albatta mashhur fojia sabab edi. Asr boshidan beri global isish natijasida ular 10% ga kamaygan. Ular nima? Iceberglar. Iceberglar, tabriklayman ustoz. Ofarin deymiz. G'anishir ustoz? Iboralar. Iboralar, demak, o'z yo'nalishingizga doir. Talqinlarga ko'ra bu iboraning kelib chiqishi nima bo'layotganini tushunmay, kalovlanib turish holatidan kelib chiqqan. Bu ibora asosan bepisandlik, haqoratli ma'noda qo'llanilib, egalik shaxsiga yoki hayvonlarga, ayniqsa sigirning bolasi kimniki ekanligiga hech qanday aloqasi yo'q. Savolni qaytaraman. Bu qaysi ibora? Xo'sh. Hammamni buzoq. Albatta. Albatta, aynan mana shu ibora edi va sizga ballni taqdim etdik. Gulnoz yo'nalish tanlang. Mantiq 2. Mantiq 2. 7-sentyabr sindromi nomli kasallik mavjud bo'lib, ushbu kasallikka ko'ra bolalarda toliqish, tez zerikish va har xil kasalliklarga moyillik seziladi. Ushbu sindromning asosiy sababi esa uzoq davom etgan u hisoblanadi. Ustozlar uchun u 56 yoki 48 kalendar kunga to'g'ri keladi. Uni ayting. Ta'til. Albatta, bu yozgi ta'til edi. Mantiq 2 savolimizning javobi to'g'ri topildi va 2 ballni sizga taqdim etdik. Marufbek? Ramzlar 2. Ramzlar 2. Tabriklayman sizni ustoz. Bu bayram tuhfasi edi. So'nggi bayram tuhfamizni sizga, demak, so'nggi bayram tuhfamizni sizga in'om etdik. Qabul qilib oling. Tabriklaymiz. Sanam yo'nalish tanlang. Murojaat 1. Savol quyidagicha: O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali qanday nomlanadi? MyGov. MyGov.uz. To'g'ri javob bu. Tabriklaymiz. Nasiba ustoz, yo'nalish tanlang. Biologiya 1. Biologiya 1. O'rta asr tibbiyotidagi qarashlar haqida gapirar ekan, Taras Prohasko undan tayyorlangan qaynatma haqiqatan ham buyrak kasalliklarida yordam berishi mumkinligini ta'kidlaydi. Qiziq tomoni, u tashqi ko'rinishdan ham buyrakni eslatadi. U nima? Loviya. Loviya, albatta, buni bilardingiz. Sizga bir ballni taqdim etdik. Davom etamiz. Abror ustoz. Poytaxt 1. Italiya davlatining poytaxti? Rim, albatta, Rim edi bu. Gulnoz ustoz. Ona tabiat. Ona tabiat. Savol quyidagicha: u janublik seleksioner tomonidan yetishtirilgan va unga mahalliy qushning nomi berilgani rost. Bo'lingan holati inson ko'zlarini eslatgani uchun ham uni ko'pchilik ko'rish qobiliyatini yaxshilashiga ishonadi. Savol: u qaysi meva? Qaytaraman. U janublik seleksioner tomonidan yetishtirilgan va unga mahalliy qushning nomi berilgani rost. Bo'lingan holati inson ko'zlarini eslatgani uchun ham uni ko'pchilik ko'rish qobiliyatini yaxshilashiga ishonadi. U qaysi meva? Gulnoz ustoz, javobingiz? Menda ikkita javob bor. Xo'sh. Yoki kivi yoki shaftoli. Kivi Demak, bo'lsa kerak, chunki qushning nomi ham keltirilyapti. juda ham to'g'ri va kivi javobingizni qabul qildik. Tabriklayman. G'anishir ustoz, yo'nalish tanlang. Pedagogika 1. Pedagogika 1. Demak, oliy ta'lim qanday bosqichlarda tashkil etiladi? Siz bu bosqichlarni albatta bosib o'tgansiz. Demak, oliy ta'lim bakalavr hamda magistr yo'nalishida bosqichlaridan iborat. Albatta. Ustoz, siz ham magistrsiz va javobingiz ham to'g'ri. Tabriklaymiz. Eng so'nggi savolimiz, demak, Marufbek, sizga qoldi. Demak, hayvonlar 1. Bu savol ham aslida mantiqiy savol. Ko'plab g'arb mamlakatlarida u ko'pincha sehrgarlik va yovuzlik ramzi hisoblanib, qadimdan shaklini o'zgartiruvchi jodugar deb ishonilgan. Shuningdek, omadsizlik ramzi sifatida ham mashhur hisoblanadi. Savol: uni rang qatnashtirib 2 so'z bilan ifodalab bering. Savolga e'tibor bering, hayvonlar haqida. Qaytaraman.
Ko'plab g'arb mamlakatlarida u ko'pincha sehrgarlik va yovuzlik ramzi hisoblanib, qadimdan shaklini o'zgartiruvchi jodugar deb ishonilgan. Shuningdek, omadsizlik ramzi sifatida ham mashhur hisoblanadi. Uni rang qatnashtirib ikki so'z bilan ifodalab bering. Qora mushuk. Qora mushuk va bu so'nggi savolimiz va sizga taqdim etadigan eng so'nggi ballimiz edi. Sizga 1 ballni taqdim etdik. Shuning bilan bizning bilimdon ustozlarimiz bilan birgalikda ikkinchi shartimizni ham yakunladik. Natijalar qanday bo'ldi bilmadim. Juda ham qiziqayapman va endi ekspertlarimizga yuzlanamiz va natijalar bilan tanishib olamiz. Aziz muxlislar, Viloyat teleradio kanali dasturlari davomida siz Bilimdon ustozlar loyihasini tomosha qilyapsiz. Biz ustozlarimiz bilan birgalikda ikkinchi shartimizni yakunladik va umumiy hisobda ballarimizni hozir qo'shib, loyihamiz uchun birinchi o'rinni aniqlab olishimiz kerak. Ustozlarimizning hammalari g'olib aslida. Ular g'olib bo'lganliklari uchun bizning studiyamizga taklif etilganlar. Chunki tuman, shahar, maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmalari ularni bejizga bizga tavsiya etishmagan, to'g'rimi? Va ularning faoliyati bilan tanishdik. Bugun mana ular bilan dildan suhbatlashdik va fidoyi, kreativ ustoz ekanliklariga biz ham, siz ham aziz muxlislar amin bo'ldingiz. Lekin bellashuvimizning shunday bir shartlari borki, biz g'olibni aniqlashimiz kerak. Ikkinchi shartimizda ham barcha ustozlarimiz deyarli teng natija ko'rsatishdi. Lekin 1 ball farq bilan 11-maktab ustozlarimiz G'anishir ustoz hamda Ma'rufbek bir xil natija bilan 7 ball bilan, ya'ni teng natija ko'rsatishyapti. Endi ustozlarimizni o'zaro bellashishga chaqirishni demak joiz deb bilmayapmiz va bir ovozdan ikkalalarini ham g'olib deb e'lon qilaman. Tabriklayman. Va keling, g'oliblarimizdan qisqagina bugungi loyihamiz haqidagi fikrlarini bilmoqchiman va yana bir bor bayram tilaklarini. Shu Bilimdon ustozlar ko'rsatuvida hozir qatnashtiribmiz va bu ko'rsatuv aslida Bilimdon bolalar ko'rsatuvi va doimiy ravishda buni kuzatib boramiz. Shu bolalarni bilimdonligiga qarab, shu yoshlarimiz haqiqatdan ham izlanuvchan, intiluvchan ekanligini, ta'limda o'zgarishlar bo'layotganligiga guvoh bo'lamiz. Va bu ko'rsatuvda ayniqsa shu 600 ga yaqin bola qatnashdi, adashmasam 3 yil davomida har sonni ko'rib boramiz. Mana shu o'quvchilarimizni dunyoqarashi kengayishida albatta bu ko'rsatuvning o'rni yuqori deb bilaman. Chunki faqatgina ma'lum bir fanni o'qish emas, o'quvchi har tomonlama tafakkurli, bilimli bo'lishi lozim. Hozirgi zamon shuni talab qiladi. Ma'rufbek, sizdan bugungi loyiha haqida aynan fikrlaringizni so'ramoqchiman. Bilimdon ustozlar ko'rsatuvida qatnashib, avvalambor bilimlarimni mustahkamlab oldim. Yangi ko'nikmalarga, bilimlarga ega bo'ldim. Bu uchun katta rahmat ko'rsatuv tashkilotchilariga va kayfiyatimiz ham anchagina yuqori bo'ldi. Ayniqsa bayram sovg'alari orqali kayfiyatimiz juda ham yuqori bo'ldi. Keyingi sonlarda ishtirok etuvchi o'quvchilarga omad tilayman. Bayram barchaga yana bir bor muborak bo'lsin. Sizga yanada ko'tarinki kayfiyat ulashish maqsadida biz studiyamizga viloyatimizdagi taniqli, eng iste'dodli xonandalardan biri Naimjon Obloqo'lovni taklif etganmiz. Marhamat Naimjon. Kutib olamiz. Oyoq yalang chang ko'chalardan bolalikdan ketib qo'yibman. Yorab o'zim bilibmi bilmay 18 ga yetib qo'yibman. Beg'ubor ishq, beg'ubor ko'ngil, yashar edim dunyoni suyib. O'jarligim bebosh sho'xligim, ortda qoldi yuragi kuyib. Qayerlarda qolding muhabbat, qayerlarda qolding yoshligim.
charxpalak qildi, yurak oqib ketdi kuylab. Nega seni yutqizib qo'ydim, oq terakmi ko'k terak o'ynab. Nega seni yutqizib qo'ydim, oq terakmi ko'k terak o'ynab. Qayerlarda qolding muhabbat, qayerlarda qolding yoshligim. Shunchasidan kechib topganim, chorlaganim, cho'kkanim chatiz. Bo'ldi meni hech kimga berma, men kashf qilgan dunyo bu sakkiz. Bo'ldi meni hech kimga berma, men kashf qilgan dunyo bu sakkiz. Qayerlarda qolding muhabbat, qayerlarda qolding yoshligim. Qayerlarda qolding muhabbat, qayerlarda qolding yoshligim. Qayerlarda qolding yoshligim. O'quvchining qalbi go'yoki oq qog'oz misol. O'qituvchi, ustoz unga nimani muhrlasa, ana shu abadiyga naqsh kabi muhrlanib qoladi. Shunday ekan, bu mas'uliyatli kasb egalari bo'lgan ustozlarimizdan hozirgi kun talabi shuki, eng fidoyi, eng jonkuyar, eng bilimli bo'lish. Bugun ustozlarimizni Bilimdon bolalar loyihamizning Bilimdon ustozlar sonida ishtirokini kuzatdik, bilimlarini sinab ko'rdik, harakat qildik ularning bayramona kayfiyatlariga yanada ko'tarinkilik ulashishga. O'ylaymanki, maqsadimizga erishdik. Ularning bilimlarini sinab ko'rdik shartlarimiz bilan va g'olibimizni aniqladik. Bugun viloyat teleradio kanali hamda viloyat maktabgacha va maktab ta'limi hamkorligida tashkil etilgan ushbu loyihada har bir ishtirokchi ustozimizni taqdirlamoqchimiz va bu borada menga aynan taqdirlash jarayonida viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Zafar Niyozov yordamlashadilar. Xush kelibsiz deyman va sizni ham mana shu bayram munosabati bilan muborakbod etamiz. Taqdirlash marosimini boshlaymiz. Navoiy viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamda Navoiy viloyat teleradio kanali hamkorligida tashkil etilgan Bilimdon bolalar intellektual teleshousining 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan Bilimdon ustozlar loyihasida faol ishtiroki uchun Xolmuratova va Gulnoz Dilmuratovna taqdirlanadilar. Demak, maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasining maxsus tashakkurnomasi, shuningdek, esdalik sovg'alarimiz bilan xuddi shuningdek ushbu tashakkurnoma bilan Sharipov va Sanam ustozimiz taqdirlanadilar. Qodirov Abror Aminjon o'g'li taqdirlanadi. Jana Berginova Nasiba Jabbarberginovna taqdirlanadi. Marhamat ustoz. Bilimdon ustozlar loyihamizda demak birinchi o'rin sohiblarini aniqladik. Ular 2 nafar shahrimizdagi 11-sonli maktab ustozlari Ahmatov Ma'ruf hamda Mustafoyev G'anishir ustozlarimiz bugun birinchilikni qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz ustozlar. Qadri bilinadi endi menga goh olis maktabimning o'sha behasham. Navoiy-ku bizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham. Shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimdir, oddiy muallim. Aziz ustozlar, bayram barchangizga muborak bo'lsin. Loyihamizni yakunlaymiz va
Bilimdon bolalar teleloyihasining keyingi sonlariga viloyatimiz umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan 5-sinf o'quvchilarini taklif etib qolamiz. Barcha ishtirokchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz va yana bir bor bayram muborak bo'lsin deymiz. Xayr, salomat bo'ling.